Obunachilarimiz hozir arzon narxda mashina ko'p beringlar turadilar. Sizlarga 2018-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Gentra avtomobilimizni obzor qilib beramiz. Mashinamiz pryamoy egaladan kelib turibdi. Hurmatli obunachilarimiz, mashinamizda sosteniyasi cho'tki holatda. O'zingiz uchun kelib turib bir qator tekshirib olganingiz yaxshi. Nechun desa biz egaladan kraska protsessini bilamiz. O'zingiz uchun tekshirib olsangiz yaxshi. Nechun desa bu mashinani bugun olib turib ertaga almashtiradigan narsa emas. Mashinamizning holatlari zo'r. 16 razmerdagi saka diskalarda qilgan, balonlari cho'tki holatda, lyuklari bor, obezlari bor, mashinamizning maytafollari bor, eng full pozitsiyasi. Qo'likda tashalgan chexollar zavod ko'zinikida, obshivkalar ham qo'ja qilib tikilgan, bakoylar ham yengiladigan variantda. Mashinamizda metan gazlar ham ustavka qilingan. Hurmatli obunachilarimiz, mashinamiz holatlari yaxshi, probeklarni ko'rdingizlar. Mashinaning narxini sizlarga Jim Avtosavdodan qaranglar. 88 million so'm ishtirak qilib beramiz. Hurmatli obunachilarimiz, narx-navolarga ahamiyat berib kuzatib turinglar. Yo'q, 88 million so'm barter o'zim mashinam bor desangizlar, kelsangizlar, barter qilib ustun xohlasangizlar 7 million so'mmasini avtokredit ham chiqarib bersak bo'ladi. 88 million so'm 2018-yil avtomat korobka Gentramiz qo'ydik, pryamoy egalaridan tutib barter xizmatlarimiz ham bor. Bemalol Jim Avtosavdoga kelaverasizlar.